Toshkent 1999-yil 16-fevral. Terroristik akt sodir etildi. Tohir Yo'ldoshevlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16-fevralda ba'zi bir narsalarga aldanib qolib, bu zolim diktatorlarning va'dasiga aldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. Hamma tomondan bostirib kelib o'tyapti xalq. Endi oqni oq, qorani qora deyotgan vaqt keldi. Bugun ko'pchilik bilgan, lekin gapirishga qo'rqqan mavzuni tahlil qilamiz. 1996-yil 16-fevral portlashlari rostdan ham terrorchilar ishimi yoki o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati bugungi DXXning tayyorlangan ssenariysi edimi? Va galustik va pagon ortidagi mansabdorlar xalq mulkini bo'lishar ekan, terrorchi deb ko'rsatilganlar aslida kimga xavf edi? Jamiyatgami yoki kimningdir kursisi va cho'ntagiga? Bir yigit nashida eshitgani uchun yillab qamaldi. Yana bir guruh yoshlar videorolik ko'rgani uchun terrorizmni qo'llab-quvvatlash moddasi bilan o'tirdi. Ekranda esa doim soqolli, qo'rqinchli obraz. Oxirgi 10 yilda axborot lentalarida Suriyadagi o'zbeklar birinchi qatorga chiqdi. O'zi chiqdimi yoki chiqarildi? Nega aynan o'zbek radikal bo'lib qoldi? Yoki kimgadir shunday obraz kerak edi? Go'yo 90-yillar ritorikasi qayta tirilgandek. 90-yillarda Checheniston, keyin Tojikiston, Afg'oniston, keyin esa Suriya. U yerga ketgan o'zbeklarning hammasi ideolog edimi? Yo'q, ko'pchiligini birlashtirgan narsa adolatsizlikdan qochish va mazlumga yordam berish hissi edi. Radikal degan muhr bosilgan har bir inson ortida dini sabab bosimga uchrash, og'ir iqtisodiy sharoit, adolatsiz rejim turibdi. Biz bugun qurolli o'zbeklarni oqlamaymiz, balki ularni bu yo'lga turtgan adolatsiz tuzum va sabablarini o'rganib tahlil qilib chiqamiz. Diniy nazorat, himoyami yoki tuzoq? Rasmiy bayonot aniq. Diniy ekstremizmning oldini olyapmiz. Amaliyotdagi manzara esa boshqacha eshitiladi. Soqolingizni oling, aks holda ish topish qiyin. Namoz o'qisangiz ro'yxatga tushasiz. Farzandingizni masjidga olib borsangiz maktab bilan muammo chiqadi. Davlat idorasida hijob mumkin emas. Savol oddiy. Kurash radikalizmgami yoki dinning o'ziga? Agar soqol ish samaradorligiga ta'sir qilmasa, agar ro'mol iqtisodiy o'sishni to'xtatmasa, muammo qayerda? Ma'muriy bosim radikallashuvni kamaytiradimi yoki aks ta'sir qiladimi? Tarix ko'rsatgan, taqiq qancha qattiq bo'lsa, qiziqish shuncha ortishi mumkin. Radikallik urug'ini kim sepyapti? Ko'chadagi yigitmi yoki hujjatga imzo qo'yayotgan amaldor? Quyosh uzoq emas. Indoneziya 280 million aholiga ega, dunyodagi eng katta musulmon jamiyat. Diniy maktablar faol, juma namozlari erkin, terrorchilik holatlari bor, lekin o'zbeklarchalik emas. Turkiya aholining qariyb 90% musulmon. Imom xatib maktablari ochiq, diniy partiyalar siyosiy maydonda. Terror xavfi bor, lekin butun millat radikal deb belgilanmaydi. O'zbekistonda esa raqamlar o'ylantiradi. 35 million aholiga rasmiy diniy ta'lim beruvchi muassasalar soni 13 ta. Yiliga taxminan 500 nafar mutaxassis, 2100 ga yaqin masjid bor, lekin bu juda kam. Nazorat tizimi yildan yilga kuchaygan. Savol yana o'sha. Qattiq nazorat ekstremizmni qisqartiradimi yoki uni chetga ketishga majbur qiladimi? Yuzlab sahifalik xalqaro tadqiqotlar bir nuqtada tutashadi. Dinga bosim kuchaygan jamiyatlarda radikallashuv ehtimoli oshadi. Sabab sodda, ishonch yo'qoladi. Agar imom minbardan adolat haqida emas, adolatsiz qarorlarni shar'iylashtirish bilan band bo'lsa, jamoat javobni boshqa manbadan izlaydi. Adolat va teng huquqlik terrorchilar nimani taklif qiladi? Manzarani sekin tasavvur qiling. Bir tadbirkor 10 yil soliq to'lagan, ishini kengaytirgan, yangi ish o'rinlari yaratgan va bir kuni tuman hokimining jiyani keladi. Bu joy endi meniki. Hujjat yo'q, kompensatsiya yo'q, sud qarori yo'q, faqat og'zaki hukm. Tadbirkor qayerga boradi? Sudgami? O'zbekistonda fuqarolik ishlari bo'yicha da'volar oylab emas, yillab ko'riladi. Prokuraturagami? U yerda ko'rib chiqamiz degan javob tayyor. Hokimgami? U yerda ssenariy allaqachon yozilgan, rollar taqsimlangan. Endi bu tomonda kecha terrorchi deb atalgan kuchlar Afg'onistonda 2021-yilda hokimiyatni qo'lga olgach, tartib va adolat o'rnatdik deb bayonot berdi. Qiziq holat. Adolat so'zi hatto
Qurolli guruhlar ritorikasida ham birinchi o'rinda. Nega? Chunki adolat eng katta defitsit. Bu tadbirkor nima qiladi? Puli bo'lsa chiqib ketadi. Bu elitaning radikallashuvi chiqib ketish. Endi boshqa manzara. Kunduzi soliq va jarima, kechasi metan uchun navbat. Ishlaydi, lekin o'smaydi. Rossiyaga boradi, mehnat qiladi, ammo kamsitishga uchraydi. Uning ichida nima to'planadi? Alam va alam siyosiy emas, ruhiy portlovchi modda. Raqamlarga qarang. Aholining taxminan 12% kambag'allik chegarasida, 20% oligarxlar, boylikning 75%ni nazorat qiladi. Korrupsiya indeksi 180 davlat ichida 140-o'rin. Adolatsizlikka uchragan inson nima qiladi? Alam qilmaydimi? Bu ham radikal yechim izlashga bir sabab. Jahon banki tahlillari shunga ishora qiladiki, iqtisodiy tengsizlik va korrupsiya yuqori bo'lgan jamiyatlarda radikallashuv ehtimoli bir necha barobar oshadi. Sabab oddiy. Inson adolat topolmasa, uni boshqa yerdan izlaydi. Endi asosiy savol, islom nima deydi? Adolat, tenglik, qonun ustuvorligi. Agar rasmiy tizim shu tamoyillarni ta'minlamasa, bo'shliq hosil bo'ladi va bo'shliq hech qachon bo'sh qolmaydi. Shu yerda intriga tug'iladi. Radikallik g'oyadan emas, adolat tanqisligidan ozuqa olmayaptimi? 16 fevral 1999-yil. Portlashlar va portlanmagan savollar. Ko'pincha portlash deyilsa, tasavvurda darhol qora bayroq, qurol va islomiy davlat shiori gavdalanadi. Lekin har bir portlash ortida aynan shu guruh turadi degan temir qoida yo'q. Ba'zan portlash hukumat uchun, musulmonlar ustidan nazoratni kuchaytirish va muxolifatni qisish uchun eng qulay argumentga aylanadi. Qo'rquv xavfsizlik xizmatlarining eng arzon resursi. 2000-yillar boshi Putin Kremlga keldi. Putin kelishi bilan Rossiya ichida portlashlar ko'paydi. Portlashlar rasman chechenlarga yuklatildi. Natija Chechenistonda keng ko'lamli harbiy operatsiya. Ssenariy tanish emasmi? Avval portlash, keyin qattiqqo'l siyosat. 1999-yil 16 fevral Toshkent soat 8:30. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 6 ta portlash, 100 dan ortiq yarador. Aybdor sifatida Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy tilga olindi. Ayblovda yana bir ism bor edi. Muxolifat lideri Muhammad Solih. Mantiqiy savol tug'iladi. Biri islomiy davlat g'oyasini ilgari surgan, ikkinchisi esa demokratik davlat tarafdori. Ikki qarash, ikki qutb. Ular qachon va qaysi nuqtada umumiy rejaga kelgan? Shu yerning o'zida Milliy xavfsizlik xizmatining o'yini mantiqqa to'g'ri kelmagan. Sud jarayonlarida qiynoqlar orqali aybini tan olgan Zayniddin Asqarov keyinchalik Ozodlik radiosi BBC o'zbek xizmatiga bergan maxfiy intervyusida shunday deydi: Ayblovlarni qiynoqlar ostida aytdim. Portlashlarda DXXning qo'li bor. Tohir Yo'ldosh va Muhammad Solihning aybi yo'q. Agar yana televizorga chiqib kimnidir ayblasam, bu ixtiyoriy emas, qiynoq natijasi bo'ladi. Guvohligimni jiddiy qabul qilmanglar deydi u. Keyinchalik u qamoqda o'ldirildi. Ichki ishlar ministri Zokir Almatov meni chaqirib, Muhammad Solih yomonlab bersang, mana shu rolni beradigan bo'lsang, hammasi af bo'ladi, otilmaydi bular, senga mingli yo'llar sudlardan chiqib ketasan degan uchun Alloh shohidki, men o'zimni qutqarish uchun emas, ana shularni qutqarish uchun mana shu narsaga majbur bo'lgandim. Shu vaqt. Lekin bular chiqargani ham yo'q. Ularga vishga ham berib, vishga berib olishning sababi ular sirni bilardi, sirni bilishligi uchun ularni yo'q qildi. Lekin ular bizga aytib o'tayotgan namosul. Shunday bo'lgan. Shuning uchun sizlarning radio stansiyalar orqali avvalo Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihdan kechirim so'raymanki, o'sha vaqtda bunga tuhmat qilganmiz. Haqiqatda majburan tuhmat qilganmiz. Va Tohir Yo'ldoshovlarni qilmagan ishlarni qildi deb aytganmiz. O'zimiz O'zbekiston xalqining oldida gunohkormizki, chiqib 16 fevralda ba'zi bir narsalarga aldanib qolib, bu zolim diktator kofirlarning va'dasiga aldanib qolib, rol o'ynab, musulmonlarning obro'siga putur yetkazganimiz uchun butun O'zbekiston xalqidan biz kechirim so'raymiz. O'zingizda siz juda ham jiddiy bayonot beringiz, Abdumalik kechirasiz. Demak, O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston maxsus xizmatlarini 16 fevral portlashlarini uyushtirgan tayinladingiz. Xuddi shunday. Buni butun mas'uliyat bilan aytyapsiz. Uyushtirgan emas, kuzatib turgan. Kuzatib turgan, xabarda bo'lgan. Ular uyushtirmadi. Bildi oldindan. Oldindan bildi. Xuddi shunday. Ya'ni boshqarganlikda. Boshqargan Islom Abduranish Karimov, Inoyatov Alimatovlar maslahatiga Qasddan to'xtatib qolmaganlikda. Bilardi, mashina kelish hissasigacha bilardi bular. Aybladingiz. Aybladim. Butun mas'uliyat bilan aytyapsiz deb o'ylayman bu gapni. Shunday. Va masalan, o'zingizni taqdiringizdan xavotirda emasmisiz? Birinchidan, ikkinchidan, agar siz haqiqat aytmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, Milliy xavfsizlik xizmati bizga bu uchrashuvni bilmasdan tashkil qilib berdi. Bu uchrashuvni bilmasdan tashkil qilib berdi deya olmayman. Bular hozir chaqirib Muhammad Solihni terrorda aloqasi bor deb
pakazanangiz qaytarib berasizlar iltimos qiluvdim, men bo'pti deb keldim. Ya'ni siz bu narsani aytmoqchi ekaningizdan Yo'q, bular hech kim bexabar. Savol ochiq qoladi. Portlash kimga kerak edi? Portlashlardan so'ng 10 mingdan ortiq odam hibsga olindi. Asosan diniy va siyosiy muxolifat vakillari. Sudlar yopiq o'tdi. Mamlakatda diniy erkinliklar cheklandi. Nodavlat tashkilotlar taqiqlandi. Matbuot nazoratga olindi. Bir voqea va butun siyosiy muhit keskin o'zgardi. 2005-yil Andijon. Ssenariy yana takrorlandi. Avval terrorchilar degan atama, keyin qirg'in, keyin yana qattiqroq nazorat. Aslida esa adolat talab qilib chiqqan odamlar o'qqa tutildi. Ismlar ma'lum: Islom Karimov, Rustam Inoyatov, Zokir Almatov. Qonli final va navbatdagi xavfsizlik rejimi. Savol yana o'sha. Portlashlar radikallar ishimi yoki radikallarga qarshi kurash shiori ostidagi hukumatning siyosiy instrumentimi? Qo'rquv orqali boshqarish eng arzon va eng samarali usul. Ammo uning bahosi jamiyat uchun qanchaga tushadi? O'zbeklar orasida radikallar bormi? Ha, bor. Buni inkor qilish soddalik. Lekin terrorchi degan tamg'a har doim ham mutlaq haqiqat emas. Chunki Chechenistonda yuzlab o'zbeklar Rossiya armiyasiga qarshi chechen xalqi bilan bir safda jang qilgan. Afg'onistonda navbatdagi geosiyosiy to'qnashuv ichida, Suriyada mazlum xalq tomonida bizga ekran orqali terrorchi deb ko'rsatilganlar go'yoki tinch aholi qonunini to'kkanmi yoki o'zini zulmga qarshi qo'yganmi? Bu savol odatda javobsiz qoladi. Qanday qilib odamni bir lahzada avtomatik ravishda terrorchi deb hukm chiqaramiz? Agar u o'z jonini xavfga qo'yib, men zulmga qarshi chiqdim deb ishonsa, bugun Ukrainada minglab xorijliklar turli hisoblarga ko'ra 20 mingga yaqin kishi Kiyev tomonida jang qilmoqda. Ularni kim terrorchi deb ataydi? Deyarli hech kim. Rossiyadan tashqari, demak atama front chizig'iga qarab o'zgaradi. Terror atamasi ko'pincha musulmonlarga nisbatan ishlatiladigan adolatsiz tamg'a. Kecha Kavkazda kim 100 minglab chechen xalqini terror qildi? Davlatmi yoki unga qarshi chiqqanlarmi? Uyg'urlar masalasida Xitoy qanday atama ishlatadi? 100 minglab falastinliklar yerini bosib olgan Isroil hukumatı terror degan nomga loyiqmi yoki haqqini talab qilgan xalqmi? Tamg'a ko'pincha siyosiy linza orqali qo'yiladi. Bir asr oldin ruslarga qarshi chiqqan ajdodlarimiz bosmachi deb ataldi. Milliy va diniy qadriyat uchun jang qilgan inson bandit, hokimiyat tomonida turgan esa qahramon. Retorika oddiy, lekin samarali. Vaqt o'tdi, Rus imperiyasi quladi, arxivlar ochildi, tasvir sekin o'zgardi. Kechagi bosmachilar milliy ozodlik harakati vakillari sifatida tilga olinmoqda. Tamg'a yumshadi, keyin yo'qoldi, o'rniga qahramon degan so'z keldi. Xulosa og'ir, lekin sodda. Terrorchi degan atama har doim ham mutlaq emas, u siyosiy kontekstga bog'liq. Bugun millionlab o'zbekning g'ururini sindirib, mardikor bo'lishga majburlagan galstuk taqib, televizorda qahramon deb ko'rsatilayotganlar haqiqatdan ham qahramonmi yoki mazlum xalq oldida turgani sabab qo'shtirnoq ichidagi terrorchi deb atalganlar boshqa bir tarix sahifasida qahramon deb yoziladimi? Buni vaqt hal qiladi. Terrorist deyilsa, tasavvurda odatiy kadr chiqadi. Soqol, avtomat, baland shior, kino ssenariysi tayyor. Endi kadrni almashtiramiz. Forma kiygan, kechasi uyingizga tekshiruv deb kiradi. Order ko'rsatmaydi. Hatto savol bersangiz, qonun bor deydi. Qarindoshingizni so'roq deb olib ketadi. 15 kun ushlab turib, ayb topilmagach, keyin uni qo'yib yuboradi. Xato bo'ldi, boring deb. Bu terror emasmi? Tinchingizni buzdi, huquqingizni poymol qildi va javob bermadi. Yana bir manzara. Forma kiygan, tadbirkor do'koniga keladi. Tekshiruv deb 3 oy eshikni muhrlaydi. 10 yil mehnat bir kunda yo'q bo'ladi. Keyin xato bo'ldi deyshadi. Kompensatsiya yo'q. Bu iqtisodiy terror emasmi? Bir oilaning kelajagi o'chirildi. 2021-yilga Ochiq jamiyat fondi ma'lumotlari 2010-2020-yillarda xavfsizlik organlari xodimlariga qarshi 327 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Asosan pora, qiynoq, vakolatni suiiste'mol qilish. Faqat 12% sudlangan. Qolganlari idoraviy jazo. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda qiynoq va zo'ravonlik keng tarqalganini, javobgarlik deyarli yo'qligini ta'kidlaydi. Endi hisob-kitob qilaylik. Uzoqdagi soqolli odam o'zbek xalqi uchun ko'proq xavflimi yoki yiliga minglab kishini asossiz hibsga olib, qiynoqqa solib 5 yildan 8 yilga qamaydigan tizimmi?
Matematik jihatdan ikkinchisi ko'proq zarar yetkazadi, ammo birinchisi qo'shtirnoq ichidagi terror, ikkinchisi esa qonuniy faoliyat. Xulosa og'ir. Terror qo'rqitish degani. Qo'rqitishni kim ko'proq amalga oshiryapti? Formadagilarmi yoki galstuk taqib millatning milliardlab dollarini yutib yuborayotganlarmi? Ular hech qachon terrorist deb atalmaydi. Ular xavfsizlik xodimi, huquq himoyachisi, qonun vakili. O'zbeklarda terrorist ko'p degan shior kimga kerak? Birinchi o'rinda DXXga, ichki iste'mol uchun, xalqni qo'rqitish, tashqi dushman yaratish, nazoratni kuchaytirish uchun. Ba'zan portlash, keyin musulmonlarga qarshi kurash va yana o'zini oqlash. Klassik sxema: muammo yarat, keyin muammoni hal qil. Yana bir o'yinchi global kuchlar. Markaziy Osiyoda beqarorlik, resurslar, ta'sir, terrorist millat stereotipi kimga foydali? Masalan, Rossiyaga ichki dushman yaratiladi, keyin u global tahdidga aylantiriladi. Aslida esa bizga hech kimga zarari tegmagan odamni terrorist deb ko'rsatishdi. Haqiqiy terror esa ko'rinmaydi, chunki u qonun deb ataladi. UNICEFning 2023-yilgi ma'lumoti yoshlarning 43% erkinliklari cheklangan deb hisoblaydi. 38% imkoni bo'lsa chetga ketishni xohlaydi. 2022-yilda 1200 dan ortiq ayol axloqsizlik moddasi bilan javobgarlikka tortilgan. 2023-yilda 450 dan ortiq erkak 15 sutkaga qamalgan. Ko'p holatda ijtimoiy tarmoqlar sabab. Shuncha muammo turgan joyda fokusni soqol va hijobga qaratsa, bu xavfga qarshi kurashmi yoki chalg'itishmi? Tizimli adolatsizlik uzoq muddatli xavf. U millionlab odamni chiqib ketishga majbur qiladi. U ishonchni yemiradi. U inqirozni kuchaytiradi. Radikallashuv kasallik emas, simptom. Simptom bilan kurashib, kasallikni inkor qilsak, muammo qaytadi. Va oxirgi savol: taraqqiyotga to'sqinlik qilayotgan kim? Diniy erkinlik izlab ketgan oddiy migrantmi yoki galstuk taqqan, lekin tizimni yopiq va korrupsiya bilan ushlab turgan elitalarmi? Analitik javob oddiy. Tizim adolatli bo'lsa, radikalizm zaiflashadi. Tizim yopiq va ishonchsiz bo'lsa, radikalizm o'sadi. Masala shaxsda emas, masala struktura va ishonchda. Shuning uchun kimdir o'zbeklarda terrorist ko'p desa, shunda javob bering. Ha, ko'p, lekin ular formada yuradi va hech kim ularni terrorist demaydi. Xalq mulkidan millionlab dollarni o'g'irlaydi. Uchastkalar quradi. Adolatsizlik natijasida millionlab erkaklar g'ururini sindirib, xor qilib chetga chiqishga majbur. O'zbek ayollari ozgina pul evaziga fohishalik qilishni tanlaydi. Ularni hech kim nazorat qilmaydi. Chunki ular qonun yaratadi, qonunni buzadi va qonunni o'zgartiradi. Xulosa qilsak, uzoqdagi soqolli odam radikal emas. 38 million xalqni qo'rquv bilan ushlab turganlar haqiqiy terroristlardir.